Va nihoyat shahardan qochdim. Assalomu alaykum. Qadrli do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Amallab yo'lini qilib qochdim. Bir uzoqlarga borib aylanib, dam olib tinchlikda. Baliq bo'lsa baliq tutamiz, tutilmasa yotib dam olib kelinadi. Qoraqalpoqdagi o'sha zigzag taraflarga ketyapman. Kartada yangi yo'llar chizib oldim. Boshqa tarafdan yurib ko'rmoqchiman. Ko'rmagan joylarimni ko'rib. Lekin boradigan joyim o'sha zigzag baribir. Oldin ikkita haligi Jonadaryo bilan kollektor qo'shilgan joyga o'sha burchakka borardim-ku. Hozir shuni Suvibiyo betidan nariga qirg'oqdan yurib ko'rmoqchiman. Yo'l qanaqa? Boshqa mashinada ham kelsa bo'ladimi, bir ko'rmoqchiman. Shahardan uzoqlashgan sari yengillik sezyapman. Qanaqa yengillik ekan bu deb o'ylab ketayotsam, menimcha shu hali mas'uliyat, har xil javobgarlik, har xil nimalar bor-ku, endi erkak kishini bo'ynida bor narsalar. O'shada bitta chiqib o'chyapti-da, hozir qancha uzoqlashgan sari bitta kamayyapti-da. O'sha kamaygani sari yaxshilashib, o'zim yaxshi his qilishni boshlayapman. Uni men bir necha marta sezganman, haligi hozir bu holva, hozir mana bitta nima-ku, probka, go'nka, Chinozli yo'li bu, hammangiz bilasizlar. Bu yerda poyga bo'ladi. Lasetti haligi Cobaltlar o'zillab o'tib yotishibdi. Taksisi bolalar. Hali nimadan Navoiydan Zarafshonni ko'chasiga burganimdan keyin mashina ancha kamayadi. Zarafshondan keyin Uchqudugacha yana ham kamayadi, lekin bo'ladi mashina. Ana Uchqududan u yog'iga vashi tishinadi. O'sha joyda o'sha maza qilishni o'shatdan boshlayman-da. Maza qilish o'shatdan boshlanadi. Sababi o'sha telefon ham ishlamaydi-da. Internet ham ishlamaydi, telefon ham, mashina ham yo'q. Odam soatlab yuriladi, lekin bironta bir o'tib qolsa, bitta cho'pon o'tib qoladi, eski nimasida. Hali Gazelmi, Fordmi, o'sha mikroavtobus shunaqada yurishadi ko'proq. Yoki Gruzovoy. Yoki mototsikl. Bo'ldi shu. Boshqa nima yo'q. Odam dam oladi. O'sha joyga borganda yana bir temani ko'taraman, shu temani. Nimaiki shaharda yurib, mana tutun, shovqin, mashina ko'p, odam ko'p, ish ko'p, telefon to'xtamay, hali sal odam bekor chiqib qolsa, telefon titkilab, mana qilib, nima qilib o'tiriladi-yu. Odamni charchatib olar ekan-da shu narsalar ham. Haliga hech narsa ishlamaydigan joyi odam sog'inib qolar ekan. O'zi bu texnikalar o'zi yaqinda paydo bo'ldi, odamning organizmi ham hali o'rganmaganda unaqa. O'rganib ketganimizni bu xayol qilamiz-ku, lekin men bu hujayralar hali moslashmaganda bu narsaga. 100 yil oldin yo'q edi bunaqa narsalar. 100 yilda organizm o'zgarib qolmaydi, adaptatsiya 100% bo'lib qola olmaydi baribir. Shunga haligi tinchlik, bemalol haligi osoyishtalikni odam sog'inib qolar ekan. Lekin oldinga chiqqanimda, o'sha yerdan qaytayotganimda juda chotki sezdim shu narsani. Kalla vashcha boshqacha ishlab ketar ekan. Hozir gapim sizlarga g'alati tuyulishi mumkin, lekin chiqib yurgan shunaqa haligi hech qayerda haligi hech narsa ishlamaydigan joyda yurib ko'rgan odam biladi bu narsani.
bir foydali taraflari ko'p, shuni aytib qo'ymoqchi edim. Har gal aytaman deb esdan chiqib qoladi. Mana shunaqa hozir endi hatta necha 786 degan kofe ko'chaning yuzida sotadi. Nariroqdan mo'ljallab kelyotdim, hozir to'xtab shu yerdan olaman. Kapuchino qildirib oldim. Men o'zim ham kofelarim bor menimda. Baribir bunaqa professionalniy kofe-varka baribir zo'r damlaydi-da. Hidlari chiqib, jabr allambalo. Hop. Soat ham 10 bo'lib qopti shekilli. Yo'q, 11 bo'lib qopti. 11 ha. Yo'ldan chuvalchang oldim. O chuvalchang kerak emas u. Nafsi ekipajlarni oldim. Qarmoqlarim bordi. O'sha tepaga boks qo'yganimdan keyin baraka topib bordim dedi. Bani orqa bardak bo'lardi-da. Esingizda bo'lsa eski videolarda ko'rgansizlar. Başta yotishim uchun ancha-muncha narsani bu yoqqa ol qilib joy bo'shatishim kerak edi. Hozir lotka, potka, gidrokostyum, haligi nimalar hammasi tepada. Faqat borganda ishlatadigan narsalar hammasi tepada. Stol, stul, ikkita stol, hammasi o'sha yerda. Tag'in joy ham qoldi. Yana joy ham bor ozgina. Yani nimalardir qo'yib yuborsam bo'ladi. Настроение zo'r. Yo'lda maza qilib ketyapman. Yo'lda davom etyapman. Kartada ko'rsatib qo'ying, mana shuni videoga, mana shu videolardan bugundan boshlab mana shunaqa qilib kartada ham qayerda ketayotganimni ko'rsatib ketishni o'rganmoqchiman. Zapis qilishni. Chinoz tarafga mana ko'k chiziqchalar men yurgan yo'llar shular. Nima trek chizib tashlaganman-da, yurgan yo'llarim shular. Mana o Qozog'iston taraflar. Mana ketdi mana Mongoliya tarafiga qarab. Hamma yoqqa yurib tashlaganman. Baykal. Mana anaqa Kaspiy taraflar. Mana shunaqa qilib bir ko'rsatib ketaman qayerga ketayotganimni. Jizzax Perivaldan tushdim. Temperatura mashinaning ichi 36, ko'cha 42. Qo'yilmasizlar. 42 gradus ham bo'ladimi? Mana datchikni vaqti. Voy, shunaqa issiq, shunaqa issiq. Haradini ham to'xtab ishlayapti. +3 dan pastga tushirib beryapti. Bahor hamma ko'm-ko'y ham yashil. Güzel. Jizzax Perivaldan tushib Samarqand tarafga ketyapman. Yo'lda bitta daraxt bor ekan, rosa ko'paygan bu daraxtda. Shunaqa gullabdi endi. Hidicha приятный ekan. Hamma daraxt shekilli. Mashina oynasidan kirib ketyapti dedi. Shu zo'r ekan. Rosa qot uxlanma. Kecha anomalniy issiq bo'ldi lekin. Yomon ham kun qizdirdi.
yaxshi ham mana pardalarni tikib necha yildan beri orzuyim edi shu qorong'ilashtirish. Orqalab o'ygan qilingan. Hosh. 15 sekund qoldi. Tuxum pishiradigan apparatim bu. Voy qo'lim kuydi. Tepadan par chiqargan-ku. Bo'ldi, o'chiramiz buni. Bo'ldi. O'chirdim. 10 minutda pishadi, deymi? Uyda Mamutga tiqadigan yana bitta apparatim bor-da, men hozir olganim yo'q uni. O'shanga soat 4:30da yoqilganda 4dan 40 minut o'tganda o'chgin deb programmalashtirib qo'yganman. Kechqurun hali qiziqqandimda mamga suv quyaman, ikkita tuxumni qo'yaman deb bosib qo'y. 2 marta shunaqa qilib ko'rdim endi qiziqib. Ertalabgacha pishirib, o'zi o'chib, sovib turibdi-da. Hozir endi buni yeb bo'lmaydi-yu, issiq juda ham. Sovutish kerak. Vodoprovodni ishlatib qo'ydim. Yo'lda Xo'zmakdan mana bunaqa qattiq trubka oldim. O'zini ani shlankasi bo'lmadi. O'zini mana shlankasi bo'lmadi. Bu buklanib qovurar ekan, torta olmas ekan. Mana bunaqa qattiq shlankadan olib, bitta qopqonni teshib turib qo'ydim. Endi bu qopqon turadi. Mana o'zini butun qopqog'i. Shu ham menga ish bo'lib turuvdi. Har gal mana buni och ustiga mana buni qo'ysa dumalab tushirardi. Hozir endi mana vobshe kecha chiqazaman deb chiqaza olmadim. Men vobshe yasanman deb cho'tka qilib. Hali to'la muzlatib yuboribdi. Go'sht bo'shim muzlab qolibdi, mayli. Asib qo'ygandan muzlagan yaxshi. Induksionniy plita. Bu yo'llarda mana kecha uydan osh olgan edim. Mana qozonda shunday qo'ydim induksioniyda jizillatib birpasda qizdirib, gazim mana tayyor turibdi. Ulashga erindim-da. Tok osonda baribir. Gazim mana upakovani turibdi. Buni yana yig'ishtir, yana boylama shunaqa joyi bor. Hamma buni tokka tiqaman. Momentalni qizdiradi bu. Jizillatib yuboradi. Agar hozir endi sekin kofe oz tayyorlayman-da. Yo'lga otlanaman. Bugun kechgacha yuraman. Seremoniyada shoshmasdan o'zini hali qoidalariga rioya qilib qilish kerak bu narsani. Bu narsalarni hammasini mana kundalik 68 deb yasaganman. Qo'shiqchani ham 3D printerda yasagan. Merishni ложка.
Xo'sh. Endi buni ozgina dom qilib tiqillatamiz. Pechatni bosamiz. Ana. Pechat bosildi. Buni ham o'zini joyi bor. Tiqib qo'yamiz. Chekkasiga sal tushganini tushirib endi bunga mana sutni ishlatib olishim kerak. O'zi slivka olganman. Slivka bu yog'iga tugasa slivka ishlataman. Buni qizdirishimiz kerak bo'ladi. Temperaturani yoqamiz sekin. Sразу uni ham buni ham qizdirdik. Tuxumlarni mana qaynatib qo'ydi nima aparatim. Teshib qo'yish kerak ekandi. Mana shu normalniy chiqqani. Men bu tejamanni sindirib yubordim qopqog'ini. Kattalashib ketdi. Mana bu to'g'ri teshildi. Uyda zo'r teshadigan narsam bor edi. Bu yerda nimada teshishni bilmay pichoq teshuvdim, sindirib yubordim. Xo'sh. Kızdırıp alalım, meze olsa kokuyoruz diye soğuk oladı. Sadece lise böldü. Gazni ulab bu qilishga zo'r yo'li chiqdi. Oson. Gaz ulanmaydi, shunda qo'yiladi, tashlasiz. Pastda qaynaydi. Gazni sal sekinroq qaynaydi. Qizish qiyin bo'ladi. Ha, yo'q, yaxshi. Yana bitta bizillasin qo'ysa. Bizning kundalik hayotimiz shunaqa hozir. Mana bunaqa narsa yasab, hamma narsani joy-joyiga qo'yadigan qilib olganman-da. Hop, bu yerda mana buni joyi shu yerdamidi. Mana bittamiz emas, deydi buni joyi. Yo'q. Bu yoqqa mana bitgan nima edi? Shakarmi?
bu yoqqa emas. Ha, mana bu yerga kofe idish, bu yerga chashkam, mana orqadagiga shakar qo'yiladi. Bo'ldi, shu bilan joylashamiz. Yo'lda davom etyapman. Nonushta qilib oldim. Narsalarni yig'dim, yo'lga tushdim. Soat 8larda yo'lga tushgan bo'lsam 40 minutdan beri yuryapman. Zarafshon tarafga ketyapman. Havo bulut. Bugun bulut. Kecha lekin yomon ham qizdirdi. 42 gradusdan oshiq bo'ldi lekin. Voy. Shunaqa qizdirdi, kechqurun oynalarni ochib, ani yozda ishlatadigan, mana oynani ochib, mana bu yerga taqib qo'yadigan setka bor. Uni faqat yozda ishlatardim. O'shani ikkita oynani ochib, o'shani taqib qo'yib, bo'lmasa hali chivin, bir hasharotlar shunaqa uyg'onishibdi issiqdan keyin. Yotib qolgan joyimda kafe, magazin bor ekanda, o'sha kechqurun borib bir ikkita narsa oldim. Lampochka yoqib o'tirgan joy g'ij-bij hasharotli, har xil sort. Uni ko'rgandan keyin dedim, oynalarni yopishim kerak ekan o'zim. Yopib qo'yib uxladim, xullas ustimga narsa yopilmasdan yotib juda issiq bo'ldi. Hozir Taxtako'pir regionini pagodasini qaradim, internet paka ishlab turganda qarasam, soat kechqurun 5-6 larda yomg'ir yog'ar ekan u yoqda. O'shanga yomg'ir yog'sa o'ta ahvol tirikchilik sal chatoqlashadi-da. Yurish masalasi, mashinada yurish. Shunga manzilga soat 5-6 gacha yetib olsam yaxshi bo'lardi deb o'ylab ketyapman hozir. Endi har doim ham aniq o'sha yetilgan vaqtda bo'lish qiyin masala-yu, bilib qo'ygan yomon bo'lmadi, yaxshi bo'ldi. Yomg'ir yog'ishi mumkinligi bilganim. O'shanga qarab sal o'shanga qarab ish qilaman xullas. Xo'p. Yana nima demoqchi edim? Hozir Zarafshonda polniy bak gaz qilaman, gazni to'ldiraman. Taxminan 50 kilometrcha qolgan, 40-50 kilometr. Keyin benzinda Uchquduvgacha borib, keyin benzinimni polniy bak qilaman. Uchquduvda ushlanib turmayman, sirazi yo'lda davom etaman. Borib hozir o'ylab ketyapman, borib bir sutka uxlayman deyapman. Va o'zi shaharda o'tda, shahardan dachaga yuraman, qo'yli orqali yuraman-ku. Voy o'tdagi mashinalar, o'tdagi juda tirbandli, baqir-chaqir, signal, odam ko'p. Miya charchab ketar ekanda. Umuman olganda borib o'sha jim-jitlikda dam olib, uxlab, keyin sekin turib, gidrokostyumlarni kiyib, suv tagidan bir tomosha qilib, videoga olib, baliqlar bo'lsa agar shuni xohlab turibman hozir. Bir 3 kun, 4 kun o'sha yerda bo'lsam yetadi. Men shunaqa zo'r dam olaman, maza qila olaman. Hozir kartada ko'rsating, qayerga ketayotganim. Zarafshon tarafga ketyapman sekin. Kartada hozir holatim mani. Ozginadan keyin chapga burilar ekan. Keyin yana chapga. Keyin mana Zarafshon. Bu men oldin yurgan yo'llarim, aytib o'tdim-ku. Hali hech ham yurmagan yo'limdan yurib qolsam, yana bosib qo'yaman o'sha zapis treykani. Yozib ketadi, chizib ketadi yurgan yo'lim. Adashmay ketiraman-da, hatto mana zapravka ham burchakda. Zapravkaga kirib chiqqanim, mana bu
bozorga borib kelganim. Bu yerda bozorda obed qilish mumkin. Yaxshi ovqat qiladigan joyi bilaman, 2-etajda bozorda. 2 etajli. Mana bitta qamoqxonadan keyin Uchquduq tarafga qarab ketaveramiz. Uchquduq qattasan. Uchquduqga bu yoqdan ham kelganman, ko'rdinglar. Uchquduqda zapravka qilib olib, men bu yoqqa mana bu Tosh'o'rmonga kirib chiqqanim bu. Endi Uchquduqdan 180 kilometrdan keyin menga kerakli pavorot keladi. Ana bu yoqqa qarab, o'n tepaga qarab ketaman. Uchquduqdan chiqib ketyapman. Mana Uchquduq. Kichkinagina shaharcha, lekin juda boy. Hozir mana shu tepaga chiqib olib turib, internet hozircha ishlab turgan paytda cho'ldagi hamma men yuradigan yo'lga yaqinroq bo'lgan cho'ponlarning uyini mana kartaga belgilab qo'yishim kerak. Har ehtimolga qarshi bu narsalar. Har ehtimolga qarshi. Mashina buzilib qolsa, nimadir bo'lsa, peshkom qatta cho'ponning uyi bor, qatta buloq bor. Meni kartamda bo'ladi. Qidirib topsa bo'ladi. O'zi anchadan beri shuni o'ylab yurdim, hozir aniq esimga tushib qoldi, qilib qo'yaman shuni. Kun juda qizdirishni boshladi. Mana 43 gradus ko'chada. Mashina ichi 37. Yozni jaziramasi bo'lib ketdi bu yoq endi. Balondagi davleniyalarni tushirmasam bo'lmaydi. 2-1 bo'lib ketdi issiqda. Rusak qilib qo'yaveraman. Nimaga attacha g'adir budur yo'l boshlanadi. Rusak ko'tarildi. Shunaqa qilib hozir hammasini tushirib chiqaman. Orqasini ham 1.8 qilaman. Uchquduqda bir pochka tuz olaman dedim, esimdan chiqib ketyapman. Hozir Mingbuloqqa keldim. Oxirgi sotib ishlaydigan joy bu. Mana shundan bir pochka tuz olaman. Har ehtimolga qarshi tuz bo'lsa yaxshi-da. Pastlikda joylashgan shahar ekan bu. Odam ko'rinmayapti lekin umuman. Shoylarni ochaylikchi. Tuyalar. Magazini qayerda ekan endi bularni? Qaranglar qanaqa joy. Ajoyib. Qo'y. Faqat traktor mototsikl vozik. Magazin qani endi?
ota odam ham yo'q bu narsa so'rash kerak. Bo'lish kerak magazin. Iloji yo'q magazinsiz. Magazin qayerda bor magazin? Qani? Mana Qur'on arjag'ida. Qo'rani orog'ida. Mana shu yo'l bor, qaytib olasiz. Ha, rahmat. Qo'rani orjag'ida deydi. Qo'rani orjag'ida. Mana bumi? Tuyali ham o. Aqrordi-yu. Hop. Qanaqa borar ekanmiz? O'tga yo'l bormikan? Ajoyib bu magazinni eshigiga qayoqda tushunib ham bo'lmaydi. Ha, to'g'ri. Kirib ko'raylikchi. Bu magazinning orqa tarafi ekan. Hozir nari yoqdan aylanib oldidan boraman. Stalban tagida ekan. Tuzdan oldim 1 kilo. Senga chiqib ketyapman. Temperatura 44 gradus issiq. Yondiryapti, yozligidek issiq. Cho'lga kirib ketyapman. Bo'ldi, bu yog'i endi mashina bo'lmaydi bu yog'i. Mazza. Hayol surib ketadigan joyi keldi endi. Tezlik 60, undan tez yurib ham bo'lmaydi. Hozir yo'l endi bu yog'i yomonlashadi. Tuz. Yerinmasdan 1 kilo tuz olganimning sababi bir nechta. O'zi cho'lga kirib ketayotganda bir kishimi, 2 kishimi farqi yo'q. Texnikada ketyapmiz-ku, endi bu buzilib qolishi mumkin, har xil holat bo'lib qolishi mumkin, bilib bo'lmaydi oldindan. Bu narsalarga tuzni nima aloqasi bor deb o'ylasanglar, tuz bu konservant, hali aytdim-ku. Misol uchun tasavvur qilaylik, mashina buzildi, yurmayapti. Hech ham iloji yo'q. Hamma narsa variantlar qilib ko'rildi, ishlamadi. Nima qilish kerak endi? Faqat kutib o'tirish kerak bo'ladi. Kutib o'tirish kerak bo'lgandan keyin ovqatlanish kerak, suv ichish kerak. Hozir 20 litr suvim bor. Kuniga 1 litrdan ichsam 20 kunga yetar ekan. Endi plus minus 20 kun yoki 2 haftaga yetadi. Go'sht 2 kilocha go'shtim bor. 2 kilo go'sht bor. 100 grammdan kuniga yesam ham 20 kunga yetadi. Mana shunaqa. Bundan tashqari yana mayda-chuyda non, pon, u bular bor. O'shalar bilan hisobga olgan. Menda hozir 20 kunga yetadigan zapasim bor demoqchiman-da. 20 kunda meni qidirib topishadi по-любому. Nimaiki ketayotgan yo'limni hali trekini gruppaga tashlab qo'ydim.
qanaqa qilib ochishi yo'llarini ham tashlab qo'ydim. Qaysi kartada ochadi, qanaqa ochadi degan joylarni hammasini tashlab qo'ydim. Xolodilnik ham taxminan bir mana shu akkumulyatorimda bir haftaga yetadi, ishlab beradi. Endi kun issiq o'zgarishi mumkin. Tuz nimaga kerak? O'sha go'shtlar aynib qolishi mumkin. Go'sht aynib qolishi mumkin. Bu o'sha aynimasligi uchun uni o'sha tuzlab qo'yish kerak. Tuzlab shamolda quritib qo'ysa, xolodilnik ishlamasa ham uni amallasa bo'ladi. Nima bo'lib qolmaydi. Aynib qolish kerak emas. Yaxshilab quritsa. Undan tashqari suvga tushib baliq otib chiqishi mumkin, tutib chiqishi mumkin. Qarmoqlarim bor. Unga ham tuzga botirib yesa qorin to'yadi. Qarashi tuz bilan suv bo'lsa bo'ldi ekan menga. Qolgan narsani mana cho'lda tutib ham ketidan quvlab tutib bo'lsa ham kunimni ko'rsam bo'ladi. Glavniysi suv ekan. Tuzsiz ham yursa bo'ladi. Tuz ham ikkinchi darajali narsa. Suv bu yerda eng glavniysi suv. Suv kanalda suv to'layotibdi. Juda ham sho'rmas bu yerdagi mollar, nimalar ichadi uni. Butun mashti hamma hayvon ichadi. Ta'kidda amallasa bo'ladi. Ya bunaqa vohma qiladigan joyi yo'q. Mashinani oldidan ketib qolish kerak emas, mashina buzilib qolsa, tashab ketib borish kerak emas. Mashina bu katta oppoq narsa ko'rinib turadigan narsa-da. Hamma narsa shu yerda, sharoit. Mana shunaqa minus tarafini ham o'ylab qo'yish kerak. O'sha bo'lib qolsa panika qilib yurmaslik uchun. Ko'rinib turibdi, uni oqibatlashga. Yaxshi tinch. Chuqurg'oq bolalari, cho'pon bolalar. Uch hududdan keyin rovna 200 kilometrdan keyin mana o'ngga burdim. 196 degan stalba bor. O'sha yerdan o'ngga burdim. Bu yog'iga endi 150 kilometr manzilgacha sal undan ko'proq yuramiz ekan. Zigzagga emas, ana ko'lga bormoqchiman hozir. Ana agar to'g'riga o'tib ketganda zigzagga yo'l edi bu. Bu yoqda men bu yoqqa chapga burdim. Zigzagga boradigan bo'lsam, asa yo'l juda ko'p uzoq yurishim kerak. Ko'ramiz, balkim ertaga o't yoqmasa ertaga chiqib ketarman. Ana qishda kelganimda bir niyat qilib qo'ydim. Bahorda o'sha yerga bir kelish kerak edi. Bitta Niva bilan, Nivami bilmadim, bitta mashina bilan bitta mototsikl o'tibdi, lekin qaytmagan ikkalovi ham. Barbaraylik qani ko'ramiz.
kim yurmagan yo'ldan yuribman, yangi joy topaman deb. Qachonlardir yurgan kimdir u, lekin shamol izlarini o'chirib tashlagandi. Endi taqmasam 1 soat ting'illaydi u. Hop, qani bizdan suvimiz? Suv ko'rinmayapti, suv chiqishi kerak edi. Masalan, nariroqdan ekan. Havo ancha salqinlashib, komfortli bo'lib qoldi. 30 gradusga tushdi 44 dan. Birpas turib yomg'ir yog'ishi kerak, cho'da o'xshamayapti, yog'adiganga o'xshamayapti. Bitta izni ketidan kelayotgandim-da bu yoqqa. Odam kelibdi dedi. Kobalt ekan u. Oq kobalt bosib orqaga qaytib o'tib ketdi oldimdan. Kelib ko'rib yana qaytib ketishyapti shekilli. Yosh yigitlar. To'xtashmadi, men ham to'xtamadim. O'tib ketishdi. Zapis o'chirib turamiz ekan. Yo'q-u suv. Suv bo'lsa, hamma narsa bo'lsa-da, yam-yashil bo'lib. Bu yil yoz vaqtliroq keldimi deyman-da. Ko'cha to'la qulpini sotishyapti-da, yo'lda ko'rdim. Bitta ikkita bo'lsa kerak desam, chiqib yotibdi. Samarqandmi, Buxoromi, qayergacha ko'rdim men. Samarqandgacha ko'rdim shekilli. Hamma yoqda sotyapti. Yoshlikda qulpini 9-maydan keyin paydo bo'lardi. O'tda sekin-sekin qimmat bo'lib. Bayramga amallab olib chiqishardi. Keyin ko'payib ketardi. 15-20-yillarda. O'sha haligi murabboga harakat boshlanardi o'shanda. Biz endi suv yoqalab ketyapmiz. Mana bu 10 tarafimizda suv bo'lish kerak. Hayronman, suv chekkasiga bironta yo'l chiqqani yo'q hali. Bu yo'ldan hech kim yurmabdi hamda, ancha mol ham yurmaganda joy. Qanaqa boramiz o'tga? Shunday yonginasida yurimizda suvi. Mana shu yo'l sekin burilib borsa kerak deb niyat qilib turibman hozircha. Lekin bu uzoqlashib ketyapti, yaqinlashmayapti hech.
qani nima gap bu yerda? Suvga kirib chiqishman o'rog'im bor, mana bitta o'rib suv ochib olsam bo'ladi. Suvga yo'l ochib olsam bo'ladi. Yaxshi joy ekan. Mana bu eng ingichka joyi mana bu. Quyonlar qarayli yurib tashagan. Quyonzor ekan-da bu. Mana bu. Mana ashga kelishim kerak ekan mashinani. Shular yurib. Hozir joyi ko'rib olaylik. Suvga yaqinroq joyga joylashsam yaxshi-da. Balık vurmamı qop-qora yok o'zimga ko'rindi. Yo'q, baliq emas ekan. Mashinam bu qum ustidan yurib kela olarmikan? Menimcha bemalol yuradi. Ana chekkaga joylashib olsam, menga yangi joy bo'ladi bu o'zi. Lekin mana odamlarning izi atir sepgan bu deganlar. Ancha bo'lgan lekin hech kim yurmagan bu yerda. Ko'rpacha qanaqadir. Kimdir ko'rpachasi qolib ketgan shekilli. Bunga qilishgan, lekin bunga kamida 4 yil bo'lgan. 3 yil 4 yil. Shuni qayerdan olib kelganiga interesno. Avtli zo'r ekan. Даже qarmog'on o'tsa bo'lar ekan. Mana yurib tushsa joy bo'ladi. Menga qarmoq otishga oldimda bo'lish kerak emas. Qarmoqni shundoq otib qo'yamiz agar otish kerak bo'lsa. Chuvalchang bor. Men mashinani bexavotir otishib, keyin oldimda sal palyana bo'lsa ozgina tekislik mana bundan otishsa bo'lar ekan. Keyin naryoqqa bursa ham bo'ladi, xohlagan tarafga ketsa bo'ladi. Mana mashdan to'xtab qolsam bo'ladi. Mana ham yo'q emas ekan. Mana mashdan yurib kelar ekanman. Mana mashinam. Yaxshi. Hop, mana ayri yo'ldan chapga yurdik. Ko'l tarafga ketayotganda men bu yerda mana shu yo'ldan yurib ketishim kerak edi, men tog'ga borishim uchun. Bu yerda bu yoqqa yo'l topdim, bu yoqqa yurdim. Mana bu ko'lni rasmi chizilgan bu yerda. Mana shundan yurib, mana shu ko'lni chekkasiga keldim. Eng ingichka joyigacha. Shunaqa joyga keldim.
Rediskamiz muzlab qolibdi. Hozir sekin endi qovushib olamiz endi sekin. Birdaniga bo'lmasa ham. Shamol bu yerda bir xususiyatlaridan bittasi shu to'xtamay shamol bo'ladi. Shamol bo'lmadi degan joy esimda yo'q lekin. Qimmatbaho go'shtimizni pishirib yemasak bo'lmaydi. Achkilarni taqib olib stol ikkita bo'lgani yaxshi ekan. Mana mashi. Qayog'i muzlagan, mana qayog'i yaxshi, mana yog'i kamroq muzlagan. Mana birniga yaqinroq go'sht ekan bu. Cho'g'ni o'tkirlab olishim kerak bo'lgan edi o'zi. O'zi o'tkirroq, sal. Tegdik yog'imi, payimi nima u? Yog'. Tegi muzlagan ekan, o'shanga qiynayotgan ekan. Go'shiyli odamga o'xshab. Biz ham osmonda o'tkirlab olamiz. Bo'lmaydi bo'lmasa. Salqingina bo'ldi. Kecha ahvol bugun mana peshingacha, kecha voy. Voshe bo'lib ketdi. Mana qo'ng'atdan keldi. Mana yuvib qo'yishimiz kerak. Pichoq tushib ketdi. Xo'sh. Qatiga keldik. Bu go'sht kamlik qiladi bo'lmasami? Ozgina kesamiz, kamlik qilsa, nima problema. Go'shtimiz ko'p. Muzxonada muzdek bo'lib turibdi. Kecha supermarketda ko'mir olish esimdan chiqib qolibdi-da. Keyin o'yladim, o'tin serob o'shatda dedim. Nima qilish kerak bu go'shtni desam, xohlaganingizni qilasiz. Xohlasangiz dimlama qiling deydi, xohlasangiz barbekyu qiling, nima, shashlik qiling, xohlaganingizni qilasiz. Zo'r go'sht bu deydi. Ana endi buni boshqa bironta bir salafanga solamiz. Ana salafanlar yoqmayapti menga basharasi. Bunaqa shamolda gazda pishirgim kelmadi. Jazbaz tez qovurib olaman. Jazillatib.
bo'lgan bunga. Oh, diye tortishib qopdi-ku. Mana shuni pastda pishirsam nima bo'larkan? No'g'laydi tepada. O'tirsin. O. Likkillamasam bo'ldi menga. Bizda hamma narsa plotniy. İçiga salfetka ham solib qo'yman anaqa. Nam ba'mani shimib tursin. Ozgina yog' solamiz. Yetadi shu. Bizani shamol hamma narsani uchirib keturadi. Qizi bor. Nima qilmoqchi edim men? Tayyor mahsulot solishga. Nimaga solib yeyman? Rediska muzlayotibdi yarimi. Xolodilnikni yomon tarafi shu ekanda. Muzlatib tashirgan. O'zim men minusga qo'ymaganman. Plus 2, 4 ko'rsatyapti. Devorga tegib turgan joylari muzlab qolgan. Rediskadan hozir haligi moda bo'lgan narsani pishirmoqchi edimda. Hozir men to'g'racham bo'shatib olay. Bungacha yog' qizmay tursin. Sekin bulutlar qatlalandir kelyapti Rossiya taraflardan. Muzlasa ajoyib bo'lib qolgan suv chiqib. Ana. Bizani to'g'rachamiz bo'shadi. Xo'sh. Nima bo'lyapti? Tuz solmaymiz bunga. Qizitilami? İşte qatdan keldi pashsha. Mana narsa kerak emas menga hozir. Suv tushdi qo'limdan. Yangi piyoz olgan edim, shirin chiqadimiz. Mana ekan, achchiq piyoz ekan. Ye. Qizidilar-yu.
Birga qo'yib qo'ysam bo'laveradi, to'kkan vaqt yetsin. Uçka koydum. Ana. Hey. Belen. Sakat üstüz. Qoran açık geçişler olardı. Tezleşmedi valla. Zaten tokumuz qancha tezlikda kamayyapti endi bir ko'rib qo'yingchi. Tokki tugatib qo'ymay ovqat pishiraman deb. Tak. 6% ketib tushmaydigacha. O'sha 10% ketqizsam yetadi aka. Bo'ladi mash. Yapışıp ketsa ham go'sht mazasi qolmay qoladi. So'lnishning panelli harakatini qilish kerak ekanda. Mana bunaqa hayajonlanib o'tirmasdim. To'kim kam qolyapti deb. Endi o'rganyapman deman bu moslamaga. Yaxshi narsaga odam tez ko'nikan. Uyda bir 3-4 marta ovqat pishirdim-da. Qarasam qulay ekan. Qarayga yurdim. Olov yo'q. Shamolda o'chib qolmasin. Oynani och. Nimalari ko'p-da uni. Olov o'ziga yarasha endi apasning joylari bor. Ugarni gaz. No. Menga shamol pomoli farqi yo'q. Kofe idish qo'yishim bilan shog'i ovoz chiqdi, qisir qilib. Menga shu yoqdi. Adamga tuz sepishdan chiqdi-yu. Tuz, murch. Bir yog'iga sepamiz bo'ldi. Ko'rinishi yomon emas. Bo'ldi, chalarog' qilib pishiraveramiz. Tokka ekonom qilish kerak.
yomon emas. Ko'rinishi yomon emas. Ana. Qani tuz. Shamol olib ketib qo'yapti tuzni ham. Nima bo'ldi? Shuni ham. Masha. Shuni ham. Следующий. Так, 3 tezlikka qo'yamiz. Buni chayamiz. Shoshib tez pishiryapman. Yaxshigina gradus beryapti, qo'yil. Necha foiz bo'pti? 92, ya'ni zapasim bor 2%. Boshqa nima qilmayman, to'kda pishirmayman faqat. Hozir srochniy bo'lganligi uchun qilyapman. Yo'q ham rangi qora edi, uni tashlab yuboraman bu yoqda. Bo'ldi. Suzamiz, yetadi shu. Mana shuncha go'sht. Ana shuncha go'sht. To'p tashiyman. Ana endi nima bo'pti? Suvini qaranglar. Voy. Hozir pishibdi o'zi ham. Qandoq boshlab yesam ekan buni endi. Hamma narsa surib ko'rib. Birinchi hech narsa qilmasdan o'zini yeb ko'ring. Mana vilka qani endi. Hamma narsa kimdir olib kelib tursa-da, o'tiraversam. Piknik tochka o'zidan podarka bo'lgan vilka qoshiqlarim bor mana. Idishchalarim. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qayt bu.
Hop shu. Go'sht sog'inib ketgan ekanman. Tog'dan bo'lganda choy qo'yib yubordirdim. Joyiga qaranglar zo'rligini. Bironta rebak yo'q. Mashina ham hech narsa. Tok ham, antenna ham, sim ham, telefon ham hech narsa ishlamaydi. Mana joy, mana mazza, mana dam. Odam shunaqa mazzalarni ko'rmasdan o'lib ketish kerak emas. Bizzatini qilib ko'rish kerak bunaqa ishlar. Qoni foyda. Ikki kishi kelsanglar-ku, vobshe zo'r. Iloji bo'lsa bitta yoshroq bo'lsa, haligi. Bor choyni olib kel, anuni ko'tar, anuni olib kel. Dast yorib oladi. Mayli. Baga yomon emas. Shu paytgacha go'sht pishirishni bilmay yurgan ekanman-da. Go'shtga hech narsa qo'shmasdan toza go'shtni qanaqa xohlasanglar o'shanaqa pishirib, keyin murch, tuz sepish kerak ekan, bo'ldi. Hech lishniy boshqa narsa kerak emas ekan. O'z go'shtni o'zini mazasi bor. Salafanidagi etiketkasini o'qib olishim kerak, qanaqa go'shtligini. Kilosi 200 mingmidi? Qimmat edi xullas. O'shandan olaman, suyesiz go'sht. Ketdik uchramiz, ucharmagan. Kameram jab likillayapti. Dumini chiqazmamiz-ku varrayni. Dumini chiqazmasak bo'lmaydi. Dumini chiqazsak stabilniy uchadi bu. Endi syomka bo'lyapti. Suv ichmasa bo'ldi, kameram bor.
daryodan yog'ib o'tib ketdi, menga ta'sir qilmadi. Bo'ldi. Suvga tushishga tayyorman. Qorong'i tushdi. Ancha bo'ldi. Suvga tushmaganimga ancha bo'lib ketdi. Maza qilib shoshmasdan sizlarni. Lampochkani yoqib qo'ydim. Orientir uchun. Begona joy. Begona deganim bo'tga umuman tushib ko'rmaganman hech qachon suvga. Suv tegi qanaqa endi ko'ramiz. Videoga olaman suv tegini. Ko'rasizlar. Bo'pti, omad hammaga.
yaxshigina shamol bo'lyapti. Suvda o'tiribman. Baliq bor. Kattasi yo'q. Mayda baliqlar. Shapaloqdek, undan kattaroq. Sudakilar undan sal kattaroq. Otgani yo'q. Baliqlar ko'pchilik ko'rib qochib ketyapti. Men o'ylayman, kattalari ham uzoqdan ko'rib sekin bekinyapti deb o'ylayman. Kunduz kuni tushib ko'raman. Suv vidimiz ham taxminan 2 metrcha bor. Suv isib qolibdi уже. Semerkada слишком комфортный, issiqroq ham dedi. Semerkada. Shunga charchagunimcha suzdim. Baliq otganim yo'q. Shamolda hozir yechinib kiyincham muammo. Odam shamollab qolishi mumkin. Mayli bir amallaymiz, mashina orqasiga o'tibman. Ko'chada yomg'ir. Voh, kiyinib bo'lishim bilan yomg'ir yog'ardi-yu. Eshikni. Zo'r pagoda bo'lyapti mana. Zakaznoy bo'lyapti. Pagoda zakaznoy. Svetimiz bor-ku, nima o'zi qiynalyapmiz. Mana. Zo'r. Pagoda zo'r bo'ldi. O'rnidan yopish kerak. To'la chivin, bugunlar уже kiryapti. Hop, plisosni hammasini yo'q qilaman.